Bugun sizlar bilan salatni barg ekishni o'rganamiz. 5 litrli bakalashka kerak bo'ladi. Uni o'rtasidan kesib olamiz. Kesilgan bakalashkamizni orqa qismini ham atverkani qizdirib, chiziq bo'ylab teshib chiqamiz. Menga oson bo'ldi. Bakalashkani chizig'i bo'ylab teshib oldim. Meni uyim hovli bo'lmaganligi uchun verandamni bir burchagiga joylashtirdim. Salqin joyda ekamiz, chunki salat bargi quyoshni yomon ko'radi. To'ldirib torf oldim. Eski torf ham, yangi torf ham bo'laveradi va uni yaxshilab ho'llab oldim, ko'rib turganingizdek. Torfni ho'llab olganimdan keyin urug'larni sepishni boshladim. To'g'risini aytaman, men ham birinchi marta ekib ko'ryapman. Shuning uchun urug'ni qanaqangi joylashtirishni bilmadim-da, ozginadan sepib chiqdim. Sepib bo'lganimdan keyin urug'lar ustidan yana torfni solamiz. Men urug'ni tagiga eski torf soldim, ya'ni ulitkalarimdan chiqqan torfni solib qo'ydim. Ustiga esa urug'ni yopish uchun yangi torf ishlatdim. Yetarlicha torf soldim, ko'p qilib solasiz va uni ham yaxshilab ho'llab olasiz. Endi bir oydan keyin sizga rezultatini ko'rsataman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying. Bu profilda foydali ma'lumotlar berib boraman.